Ming yillar davomida butun Eronni qo'rquv va nafratda ushlab turgan shaxs kimligini bilasizmi? Firdavsiyning mashhur shohnamasida bu qonxo'r shoh Afrosiyob deb atalgan. U Eronning birinchi raqamli dushmani hamda yovuz va shafqatsiz inson ekanligi aytilgan. Ammo bu faqat raqiblar tomonidan yozilgan tarix edi. Aslida u kim edi? Bugun afsonalar ortidagi haqiqatni siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Shohnamadagi Eron va Turon urushi shunchaki ertak emas, balki bu qadimgi dunyo tarixidagi ikki buyuk sivilizatsiyaning haqiqiy to'qnashuvi edi. Bir tomonda o'troq Eron xalqlari, ikkinchi tomonda esa dashtning yengilmas Turon jangchilari. Eroniylar o'z chegarasidagi bu shiddatli kuchdan doim qo'rquvda yashagan. Afrosiyob esa ana shu dahshatli dasht qudratining shunchaki afsonaga aylangan qiyofasi edi xolos. Endi Eron dostonlaridan chiqib, o'zimizning manbalarga yuzlanamiz. Mahmud Qoshg'ariy o'z asarida ochiq yozib qoldirgan forslar Afrosiyob deydigan shoh bu turklarning xoqoni Alp Ertongadir. E'tibor bering, Eron uchun ashaddiy dushman bo'lgan shaxs turkiylar uchun jasur va adolatli qahramon sanalgan. Bu bitta shaxsning ikki madaniyatdagi turli xil talqinidir. Xo'sh, bu shaxs chindan ham yashaganmi yoki u shunchaki doston qahramonimi? Biz bu savolning javobini qadimgi Yunoniston va Yaqin Sharq manbalaridan topamiz. Qadimgi Osuriya podshohlarining mixat yozuvlarida va tarixchi Gerodot asarlarida miloddan avvalgi 7-asrda Yaqin Sharqni titratgan Sakvaskiy jangchilar haqida aniq faktlar saqlanib qolgan. Eronliklarni asrlar davomida larzaga solgan dahshatli raqib Afrosiyobning qadam izlari ham aynan shu tarixiy hujjatlarda yashiringan edi. Tarixiy hujjatlarda uning ismi Madi deb ko'rsatilgan. U qudratli shohi Bartatvaning o'g'li bo'lgan. Miloddan avvalgi 653-yilda Madi o'z qo'shini bilan hozirgi Eron, ya'ni qadimgi Media davlatini tormor etgan. Gerodotning yozishicha, Madi butun Osiyoni egallab, u yerda ro'parosa 28 yil davomida to'liq hukmronlik qilgan. Bu qandaydir afsona emas, balki Eroniylar ustidan qozonilgan riyo va shonli g'alaba edi. Endi eng qiziq nuqtaga e'tibor qaratamiz. Shohnomada Afrosiyob Eronni 12 yil asoratda saqlaganligi aytiladi. Tarixiy faktlarga ko'ra esa shoh Madi Mediani 28 yil boshqargan. Raqamlar har xil bo'lishi mumkin, lekin mohiyat bitta. Asrlar o'tishi bilan shoh Madining bu dahshatli yurishi Eroniylar xotirasida o'chmas chandiq qoldirdi va dostonlarda Afrosiyob zulmi degan afsonaga aylandi. Dasht xalqlari xotirasida esa xuddi shu voqea Alp Ertonga qahramonlik dostonini yaratdi. Demak, ular turli xil qahramonlar emas, aynan bitta tarixiy shaxs. Shu o'rinda sizda haqli savol tug'ilishi mumkin. Axir ba'zi tarixchilar shaklarini qadimgi Eroniy zabon xalq deydi-ku. Uning turkiylarga nima aloqasi bor? Gap shundaki, bepoyon Turon dashtlari qadimdan qardosh madaniyatlar qorishgan ulkan hudud bo'lgan. Asrlar davomida bu dashtlarda ko'chmanchi saklar va keyinchalik shakllangan turkiy elatlar bir-biriga uzviy singib ketgan. Sak jangchilarining shonli merosi, urush taktikasi va jangovar ruhi turkiy xalqlar qoniga ko'chgan. Shu sababli ham shoh Madi jasorati asrlar o'tib turkiy dostonlarda Alp Ertonga nomi bilan qayta tirilgan. Ko'hna Samarqandning qadimiy yuragi nima uchun asrlar davomida Afrosiyob deb atalishining asl sababi ham shunda. Bu tepaliklar shunchaki afsonaviy dushman nomi emas, balki butun Turon qudrati va shonli o'tmishimiz ramzidir. Asrida loyihasi afsonalar pardasi ortidagi haqiqiy tarixni yuzaga chiqarishda davom etadi. Ruhnimizning navbatdagi soni Eron dostonlarining bosh qahramoni yengilmas Rustamning asl kelib chiqishiga bag'ishlanadi. Xo'sh, butun Eron xalqi ulug'lagan va ming yillar davomida Fors millatining g'ururi hisoblanib kelgan bu yengilmas pahlavon aslida kim bo'lgan? Nima uchun u Fors lashkarlari libosida emas, balki yovvoyi qoplon terisida jang qilgan va eng asosiysi Eronni himoya qilgan bu qahramonning vatani nega Sakistoni, ya'ni saklar yurti deb atalgan? Bu tarixiy jumboqning asl yechimini keyingi qismda birgalikda tahlil qilamiz. Tarixiy haqiqatlardan birinchilaridan bo'lib bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring va albatta keyingi qismni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Afsonalar ortidagi haqiqatni biz bilan izlashda davom eting.